Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan talabalar uchun maxsus go'shtsiz dimlama qilishni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi kartoshka, piyoz va karam. Xo'sh, ishni narsalarni to'g'rasidan boshlaymiz. Kechirasizlar. Bir soat oldin marinovka qilib qo'ygan go'shtim esimga tushib qoldi. Bizga kerak bo'ladi 1,5 kilo go'sht, 200 gram dumma yog'i va chiroyli qilib studentchasiga kartoshkalarni terib chiqamiz va piyozni ham ustidan to'g'rab yoyib qo'yamiz. Keyin yana bir gap, qo'lim 100% top-toza. Meni kechiringlar aziz studentlar. Sizlarga mana chiroyli bir taom tayyorlashni o'rgataman. Pomidorimizga e'tibor bermaysizlar, chunki tuzlangan pomidor edi. Ziravorlar solasiz, tuz va 100 gram yog' va 200 gram suv qo'shib yuborasizlar va 1 soatga dimlab qo'yasizlar. Ovqat tayyor. Apetito!